Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l âkibatu lil muttaqin ve la udvana illa alel zalimin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahabatihi ve men ittaba'ahum bi ihsan ila yevmiddin. Amma ba'd. Bugünkü temamiz fiqarun li cemaa'atis sahabati ve't tabi'in. Fiqar faqranın köplüğü. Faqra degan abzas. Sahabe ve tabiinlar cemaatinin abzasları, şularning so'zlarining üzünde degan ma'noda. Radiyallahu anhum. İbn Abbas radiyallahu anhuma. Yani Hazreti İbn Abbas radiyallahu anhuma dedi demekçi. Kichik bo'lgan ekan, so'zni dedi demekçi. Yani qala İbn Abbas radiyallahu anhuma er-ruhsatu minallahi sadaqa. Allah Teala'dan berilgan ruhsat sadaqadir. Yani bu karşılıksız müşunda berip etken narsa. Fala taruddu sadaqatahu. Şuna Allah'ın sadaqasını qaytarıp etmanglar. Bu nima degan gap? Nima demekçi? Safar sadaqa olgan bo'lsa, o sadaqani olmayman deb turmanglar. Allohning sadaqasi. Bunun mazmuni İslam zat manda qilsan deb, Alloh taolo munda qilsan deb bekitgan urulu. Ondan Allah Teala'nın rahmeti, fazli, merhameti cihetten bazı kıyınçılıklarga yo'liqadigan ishlarda Allah Teala ruhsat qilgan. Masalan, safarda sen ro'za tutmasang mayli, qasr o'qiysa, masalan, manda ahvolda manda qilsang mayli deb qilgan ruxsat bak ko'p, buni misollar bakjaq. Ko'p bo'lgan ekan, biraylan qilib, yo'q men bu ruxsatni olmayman, chin qattiqni tutibman deb turvelishma, taz yaxshi emas demoqchiman Ibn Abbas. Chin yerni chin bo'yicha uni tashlamay tut. Unda ruxsat qilgan yumshoqroq, qulayroq munda Alloh taolo mayli degan, ha? Ruxsat qilgan. Shunda ya'ni ruxsat bo'yicha qabul qilib, kengchilikdan foydalan demoqchi. Alloh taolaning bergan ruxsati bor ishtimi zodi bo'lmaydi bu deb chin turilish bu yaxshi emas. Xuddi endi Alloh taolo bizga sadaqa bersa, yo'q olmayman deb bunda Alloh taolaning sadaqasini qabul qilmag'ida kimda shunda bir o'zimizni cho'ng tutgandek ya o'zimizni mustahkam mazmutdan ruxsat degan narsani o'qimaydigan mazmut adam deb yoki bak taqvodor deb turib olsak bu yaxshi emas demoqchi. Endi Alloh taolaning sadaqasini qabul qilmaydiganga biz endi taqir muhtoj bo'lmasak to'q u chog'da yo qabul qilmayman desak bu bir gapdir. Alloh taolaning fazl marhamatiga kim muhtoj emas? Şuna şu kasır qilish ayet tushgan chaqda vayda darabtum fil ardi falaysa alaykum junah an taqsuru min as-salati in khiftum ay yaftinakum alladhina kafaru. Keyindan u qo'rqinchli tugilishnami? Qo'rqinch emas holatdimi? Qasr qilamiz degan bu qo'rqinch holatida qilingan ruxsat to'g'ri desa Alloh taolanda boshqa oldim mayli deb sadaqa qilyapti sizga. Faqbalu minallohi sadaqatahu degan. Ana shunga safarda Müşemde Kur'an-ı Kerim'de aniq qilgan misol bormi shu? Safarda qasr qilish bor bir ruxsatim. Hamma ulamolar shunda deydi. İslam ummati e'tirof qiladi. Biraydan qo'yib yo'qman to'liq o'qiydan. Men bir taqvodor, men bir mustahkam desa, ma chataqishma. Xatarlik. Mazhab o'qimagan aqalli sen sunnat xilof. Undan yuqorisi Alloh taolaning shunda bir iltifot qilib bergan hukmini qabul qilmoqlik qilishim. Şafii mezhepte okuyamasak bo'ladi. Şafii mezhepte tövtirge 90 caiz degan qarash bor. Lekin mushi jihatlardan mushunda dalilli bo'lg'achqa Şafii mezhebining qarashini ojiz qarash. Imom bizning mezhepte yo'q o'qimaymiz. Ya shu qasr qilishing kerak deydi. Vojib deydi. Hech bo'lmasa qasr qilish sunnat deymiz. Ha. Qasr qilmasa aqalli sunnat xilof. Bu sunnat xilof degan gap oddiy gap emas. Likulli daxilin haybatun. Uyga, do'konga, bir so'ringa, shunda bir kirgan odamning har qanday bir suri haybati bo'ldi deydi. Chunki o'tag'alar misol cho'chib ketishi mumkin, qo'rqib qilishi mumkin, ensirab qilishi mumkin. Saqchi kelyapti yo o'g'rimi. Lekin uning bir haybati suri bo'ladi deydi. Fabda'u bit-tahiyya. Shunga sizlar salom qilib, salom bilan boshlab kiringlar deydi. Assalomu alaykum deb kiringlar. Ya ayyuhallazina la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu va tusallimu ala. Hatta bu oyatda tastanisu va tusallimu deb. Salom istinasdan keyin keldi. Ushtum tutmasdan assalomu alaykum desam u cho'chib ketishi mumkin. Tak chekib assalomu alaykum demda bir xil istinasan bu. Yoki boshqa bir ovoz chiqarib, undan assalomu alaykum desa u qo'rqib ketmaydigan bo'ldi.
Hammadan diqqat qilmagan assalomu alaykum shundan chechkidi banga. Wa li kulli ta'amin hishmatun. Har bir tamoqninki uning bir hayosi bo'ldi dedi. Hishma degan hayo qilish. Fabda'uhu bil yamin. Shunda hayo qilishimiz bo'lganki, o'ng tarafdan boshlanglar. Hishmadan balki shu hayo qilish maqsadi bo'lsa kerak. Asli hashama degan tigi jildizi g'azablanishni bildirdi. Shundan xizmatchini hashama deymiz-ku. Shu hasham degan xizmatchilarmi o'sha xo'jayin achchiqlansa achchiqlangan, ha desa ha deydigan shunday kishilarni hasham deydi. Ya kimdir bunda desak bo'ldi. Tamoqqa munosabatlik bunda bir achchiq gap qilishmi bo'ladi deb. Asan o'ngdan nima qilmadi yo mendan boshlamadi falan boshlagandek bir xafolab qoldigan, achchiqlab qoldigan ishlim bo'ladi. Shunga muayyan bir qoidani bekitib, o'ng tarafdan manda boshlanglar demoqchi. Hozir endi o'ng tarafdan boshlash degani bireylardan boshladik biz. Bireylardan boshlab bo'lgandan keyin shu odamning o'ng tarafidagilardan boshlaymiz. Ya'ni birinchi o'tdagan o'ng tarafdagi birinchidan boshlash degan gap emas, ha. Cho'ngdan boshlaymiz. Cho'ngdan boshlagandan keyin undan keyin o'ng tarafidagilardan boshlab kelib, andan mas'ul tarafiga boramiz. O'ng qo'lni nasab emas. Ya'ni mutlaq bemorning o'ng tarafida o'tdagan birinchi odamdan boshlangan degan gap emas. O'ng qo'l nasab emas bunda. O'ng qo'lda tamam, o'ng qo'lda. Ya. Belki o'ng qo'lda yeyishgan bo'lish mumkin. Endi o'ng qo'lda yeyish desa boshlang desa, keyin sol qo'ldan yang degan bo'lamdi. Davom boshlang. Ha. Shu tamoqni sizlar o'ng tarafdagi kishidan boshlanglar demak. Birinchi qatam cho'ngdan boshladik. Endi ikkinchi qatam cho'ngning o'ng qo'ldagidan boshlaymiz. Shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga biraydan suv ya sut keltirdimi? Keltirgandan keyin sol qo'lida Abu Bakr vardi, sol tarafida. O'ng qo'lida kichik bir bola yoki bir arabiy vardi. Shundan arabiydan yoki kichik boladan so'g'an o'ng qo'ldagi kishi. Agar sen ruxsat qilsang, san kelgan o'ng qo'ldagi keldi navbat. Men navbatni Abu Bakr berdi. Abu Bakr hamda ilmda, fazilatda, islomda, peshqadamlikda martabasi katta bo'lganki, yeshon. Unda bo'lgankin ijozat qilsam, sol tarafdan boshlaysa, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan aşqanni ishgan, Rasululloh ishgan aqdlam ish bu navbatimda hech kimga tanozul qilmayman deb navbatini bermagan. Umma katta sahablarning birisi. Mushanda nimani ko'rsatdi? Biz tamoq, ishimlik, mushunda dasqan ishlarda cho'ngdan boshlaymiz. Cho'ngdan boshlagandan keyin, o'ng tarafdan boshlaymiz. Ko'rishadigan ishlardan boshqa o'ng tarafdan ko'rishadigan ishlar. Cho'ngdan boshlab ko'rasiz bo'ldi. Endi o'ngdan boshlashda mutlaq bir nima yo'q. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam umum ishlarda o'ng tarafdan boshlashni yaxshi ko'rdi degan hadis bo'lg'achqa, umum bir hadisim. Deganmiz, tamoqdan ishga kelsak, o'ttirdan boshladik. O'ttirdan boshlagandan keyin, undan keyin o'ngdan boshlash undan keldi. Bu bir nisbiy ish bo'lgandan keyin, balki salomni shunday bo'lishi mumkin. Çoğumasam boyusu bir ustoz damullam tursa, onunla ko'rashmayman yoki kichik bolalar bilan ko'rishib, unga borsam to'g'rimi bo'lmuş. Tamoqimizga o'xshash desak. Bu ham odatda unda aydonlashtirib, aniq biladigan adab axloq. Biz ko'pincha so'raldi duch kelib qolamiz. Ibn Mas'ud rahimahulloh radhiyallohu anhu deymiz. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu debdi: "Ad-dunya kulluha humumun." Dünyanın hammasi g'am, qayg'u, hasrat, bearamchilikdan iborat. Fama kan minha fi sururin. Shu dunyodagi narsaning ichida xushalliqda bo'ldigan, xushalliq keltirdigan bunda ishlab qolsa, fawaribhun. U san olgan foyda. Lekin normalda hammasi shunda ziyon yoki umum doirasiga ishlar. Foydalab qolsa shunda bir foyda uchrab qolgandek ahvol bo'ldi sanalmas. Amr ibn al-As radhiyallohu anhu debdi: "Man kathura ikhwanuhu kathura ghurama'uhu." Kimning do'st yaralari, qarindoshlari ko'p bo'lib ketsa, uning qarz egalari ko'p bo'lib ketadi. G'urama degan qarzdor damdoq. Qarzdor degan qarz egisimi yoki qarz bo'g'ilganmi? Bo'g'ilgan kishini qarzdor. Qarz qisqa ishlamda. Qarz degan suyligicha degan gap. Uyg'urlar ixtilotlashib qoldi deb ma'nosini tushunishdi. Demak, qarz egisi uningdan qarz suylaydigan, qarz tutgan egalari ko'p bo'lib ketadi demak. Qarzdorlar degan. Uni qarzga bo'g'ib qo'ydiganlar ko'p bo'lib ketadi. Shu qarzdor degani biz hozir uqolmadik nimaligini. Qarz egalari. Ya'ni qarindoshlar ko'p bo'lsa, do'st birodarlar ko'p bo'lsa, buning shu do'st birodarlarga qarta to'liq haqqini ado qilib bo'lmay, keyin ashunda maoshni qanaqib bermamsa, men chaqirsam kimmidan deb ashunda suylaydigan, tapim alomat qildigan ishlar ko'p bo'ldi. Uyg'urcham bog'i
ahmoqning do'stilar degan. Ahmoqning do'stilar degan shu bir xil ahmoqlik. Do'st birodarlar ma'lum doirada sanoqli bo'lsa, endi shuga ravrus do'st birodarlardek yetishib muomala qila olsang, bu jiddiy bir ahvol duch kelganda telefon qilsa, "Hozir bormaydim" desak bo'lmaydi. Davon ekan, qarindoshlik haq huquqini joyida ado qilish uchun bu bak muhim ish. Demak, bu hozir maxsus nimadan iborat? Do'st birodarlar, og'inlar bak ko'p bo'lib ketsa bo'lmaydi. Bu yaxshi emas demakchi. Ahmoqning do'stilar degan gap shu. Va qala akrimu sufahaakum. Yana bunda debdi. Sizlar sal do't, masalan, bag'raz, aqli kamtok, bunda kishilaringlarni izzatlanlar deydi. Kallasiga ishlab kelmaydigan, tuz, bag'raz bunda kishilar bo'ldi. Bag'raz ham bo'ldim. Bak saddim olmasamda, saddigan normal bo'lishi mumkin, lekin ma'va salamda aqli foydali ishlar ishlab ketmaydigan. Shunga wala tusufaha amwalakum. Mana bag'razlarga pul tutqizmanglar. Fa innahum yakfunakumul ara wan nar. Chunki ular ar-numus va do'zax o'tida kurash mush ishlarda sizga daldoladi demak. Qanday buni ma'nosi nima? Shu sufahalarning qilig'ini ko'rib ibrat elib. Shunda kishilar xatoliklarni qiladi-ku. Insonning achchig'ini keltirishni qiladi, ranjitib qo'ydigan bunda ish bo'lgan ekan, sizlar shunda odamlar bo'lg'achqa ularni afu qilasizlar. Bu do't bo'lgan ekan hech qisi yo'q. Bu ig'rab ketmaylar. Bu shundaroq bola deb afu qilish fazilatiga erishimiz biz. Endi ular bak aql danishmand bo'lib, shunda ishni qilgan bo'lsa, biz afu qilmaydik. Nima? Unda ekan apu qilmaslik numusi. Ariyam o'sha apu qilmaslik numusiga, endi apu qilmay do'zax sirkitganning ashunda ig'ir aqotiga qoldirmaydi bular. Sizlar shuni apuchanlik fazilatiga erishtirdiganlar demak. Men shunday tushundim. Demak, ashularning sababidan siz apu qilgan fazilatga erishasizlar. Navonki apu qilmadi bu deb unda arnumus qilmaysizlar. Apu qilmagan bo'lgandan keyin uning sababidan do'zaxga kirib ketgash bo'lmaydi. Vallahu alam. Al-Mughira ibn Shu'ba radhiyallohu anhu debdi: "Al-ayshu fi baqa'il hishma." Mana hishma degan so'z bilan yana chiqdi mana. Turmush degan, yashash degan padishab, hayoning qab qilishi bilan bo'ldi. Hayo ko'tarilib ketib qolsa, chiroyli yashash yo'q demakchi. Allohumma la aysha illa ayshal akhirah farhamil ansara wal muhajira. Ash xandak ko'lgan chaqlarda shunda qo'shaq etdi-ku. Fi kulli shay'in sarafun. Her bir narsada isrofchilik bo'ladi. İlla fil ma'ruf. Faqatlam yaxshi ishda. Yaxshi ish degan biz biladigan yaxshi ishlarning hammani o'z ichiga oladi. Endi ba'zan inson ish xil tamoqatsa isrofchilik deb turishi mumkin. Lekin qarindishingga dasqan silib, mehmon qilib kutib olish degan bu ma'ruf ish. Uni xil tamoq etamdi, u isrofchilik degan bo'lmaydi. Hada ka qawlil Hasan ibn Sahl. Umi vazir bo'lishi mumkin o'z vaqtidagi. Xalifaning birasining vaziri deydi. وقد أنفق في دخول ابنته بوران على المأمون أموالا عظيمة. Bu bir vazir ekan. Hasan ibn Sal degan vazir shunday debdi. Vaqad anfaqa degan ikkisining orasidagi jumla nima jumlada? Jumla i'tirodiy, qistirma jumla. U o'zining qizi Buranni Ma'munga yatliq qilib yo'tkab bergan chaqda shuning to'yiga nurg'un mol dunyo xajlatgan. O'zining qizining to'yi. Qizning ismi Buran. Balkim bu turklardan bo'lishi mumkin. Ismi Buran. Buran chapqin deymiz-ku. Endi shu chaqdagi turklarning ayollari mana shunda. Gangan bo'lishi mumkin. Faqila lahu, shunga uningga birisi shunda degan o'xshaydi. La khayra fi sarf. Sarfchilikda xayrlik yo'q. Sarf qilyapsan demakchi. Faqala, la sarafa fil khayr. Yaxshilikda isrofchilik bo'lmaydi. Yaxshilik deganda o'zi to'y bu. Bu to'y hamda iffitini saqlaydigan, ham qarishlarini iffatli qildigan, bunda halol oila bino qildigan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sunnatiga buningda isrofchilik bo'lmaydi. Buni qanchalik pul xaylasak bo'ladi. Ma'nosi shu xalifa ma'munning shu Sahlning so'zidir. Faqilar to'shimda. Shu atrofdagi kishilardan birisi deydi. U kishining falanaxun, apustanaxun bo'lishi bizga muhim emas. Kim desa shu atrofdagi shu og'in birodarlari atrofda aralashganlardan birisi deydi.
Bu muşundan pul xərcləb qılan israf buldu mu abi? İsrafda xeyirlik yok diyendikən, xeyirlik işte israf yoktur cevap. Yani bu toy hazır xeyirlik iş koy. Bununla pul xərcləsək israf yok. Faraddal lafza ve istawfal ma'na. Şunu adamın sözünün üzüne aynen qaytuğan buldu. Bir söz kam ya artıq emasın ama ve istawfal ma'na. Lekin özünün demoqchi bo'lgan ma'nini to'liq ifodalab berdi. Ma'ni adab deymiz. Muaz ibn Jabal radıyallahu anhu ad-daynu hadmud-dini. Qarz dinni yiqitadigan, yo'qotadigan narsa, o'rotadigan narsadir. Xuddamda qarzning o'zi dinni yiqishdan iborat demakchi. Bu mubolag'a. Asli dinni yiqitadigan, dinni ojizlashtiradigan, yo'qotadigan narsa demakchi. Lekin ad-dinu hadmun desa, yiqitishning o'zi dinga. Bunu balağatın deymiz, teşbih-ül beligh deyildi. Xuddi biz mesela ra'aytu fulanan kel asad demay, ra'aytu asadan, ja'ani asad diyendek, bunda gap qilgandik. Xuddi mesela Qur'on-i Karimni tanzil deb qo'ydi. Ha? Mesela Kitabul Munazzal, ha? Lekin tanzil bu qattiq mubolag'a. Ya'ni tushirishning o'zi bu. Uning misollari ham ko'p. Bu bir xil hamda iddiai doirasida. Bundan da qarzni qattiq so'kmoqchi. Qarz shunda xatarli. Rasululloh mo qarzni panoh tilaydi. Allohumma inna a'udhu bika min g'alabatid dayn va qahrir rijal. Undan keyin bir vafot bo'lib ketib qolsa, namozni tushirmoqchi bo'lsa, qarzi bormi yo'q deb so'raydi. Qarzi borsa namoz tushirolmaydi. Va qarzning xatarligi ekan. Shu so'rindigimiz qarzi menga hisob bo'ldi desa, undan tushirdi. Bo'lmasa ma birodarning namozini tushirib qo'yganida boshqalarga tashlab qo'ydi. Shunga qarzni kechisi ham, kunduzi xarliq dedi. Fa in hammun bil-layl va ghammun bin-nahar. Hammun fil-layl va dullun fin-nahar. Chunki kechida uxlamaydi, qarzni qanday to'lamaydi. Kunduzda qarz to'lab kelib pulni bermasan deb tursa, sarg'ib qildan gap. Yani qarzning eng yomoni qarsa, eng xatarli qarsa. Tibas adamga qarz davlat qolsa bu xatarli. Ana endi birisi ayoli qarz davlat qolsa bu xatarli. Deb o'tmaydi-mi? Kerak xatarında xatarli deb o'tmaydi. Şu ayoldan qarz olmaslik lozim. Yana endi past odamlardan qarz olmaslik. Isl odamdan og'aysiz. Chunki qarz to'layolmagan ahvoldami, uni qattiq unda xarlab sat qilmaydi. Ziyad ibn Abi. Kim diyen to'q Ziyadni? Ziyad ibn Abi. Ziyad Kufaning valisi. İmam Muaviya mening balam deb e'tirof qilgan. E'tirof qilishdan ilgari shu Ziyad ibn Abi dadasining balasi deb dadasi aniq emas. Bir dedekdan tug'ilgan bola. Lekin shu dedekdan Hazrat Muaviya men topgan buni deb mening balam deb o'ziga istilhaq qilgan. Yazid bilan bir qilishganda ha. Bu sahabi mi? Bu tabi'i. Bu Hazrat Muaviya tarafidan şu nimaga Kufaga Hazrat Ali'dan keyin vali bo'lgan. Irda min akhika idza waliya wilayatan bi ushri wuddihi qablaha. Radiyadan fi'l amr chiqarsa irda olamda. Irda. Irdi olamda, irda olamda. Irda ol. Bidanning bazisi bu. Kalamir chiqarish, sig'i chiqarish. Irda min akhika. Sen qarindishingdan rozi bo'l dedi. Idza valiya vilayatan bir amal tutib qolsa. Viloya deganda bir vali bo'ldi, ya bir shuji bo'ldi, ya bir mudir bo'ldi emasdan. Bir mansab tutib qolsa, amal tutib qolsa, bi ushri wuddihi qabla. Burunqi do'stligining, ko'ngil yaqinchiligining undan biriga rozi bo'lsang bo'ldi. U mansab tutgandan keyin bu burunqi do'stlik, qizg'inlik, o yaqinchilik qolmaydi. Hani o o'zini da cho'ng tutadi, da turgan gap. Shuna undan bir qizg'inlik qilib qolsa, rozi bo'lsang bo'ladi demoqchi. Yani burunqi ahvol qilib qolmaydi. Undan biri razı olduğundan da a kişiden de köpünce tabii onu ig'ramasang bo'ldi. Yani boshqalar bizni munda tutgan bo'lib qoldi. Bizni unutib qoldi. Bizga cho'ngchilik qilgan bo'lib deb bak norozi bo'lib ketmasang bo'ldi. Bu tabiiy ahvol demoqchi.
Yani şu mansab, şu amal asosda hamda uning qizg'inligi, do'stligini azaytib qo'ydi demoqchi. Mus'ab ibn Zubayr, bu Zubayr ibn al-Awwam radhiyallohu anhuning o'g'li. Bu shunda bahodir palvonlarning birisi. Mus'ab ibn Zubayr, bu Urva ibn Zubayr masalan. Abdullah ibn Zubayr'ninki qarindishi. Shoirlardan birisi degan. Innama Mus'abun shihabun minallahi tajallat an wajhihi ad-dalama. Bu şu ming palvonga barobardan birisi. Hazrat Abdullah ibn Zubayr Makke'da Şam qo'shinlari bostirib kelgan chaqda buning qarindishi Abdullah ibn Zubayr xalifa e'lon qilgan. O'sha chaqda onasi kimda? Abdullah ibn Zubayrning onasi Asma bint Abi Bakr. Asma bint Abi Bakr. Çünkü Rasulullah unda bir grup sahabelerden ketib olsa, beşida bir surat xomur o'g'lini ko'tarib etizlagan chaqda tugin cho'ktirib chiqib ashlar desa, Zubayr kundasiga yomon deb chiqildi unmagan. Asma bint Abi Bakr. Rasulullah'ning ayol Aishaninki achisi yasanisi. Achisi deymiz. Çünkü Asma zatın nitaqin Rasulullah şöyle qilgan chaqda izni o'chirib, balvog'ini o'qib nima qildi u? Anasi shu Makke'da Abdullah ibn Zubayr o'zini xalifa e'lon qilib 5-xalifa deb qaraldi. E'lon qilib nima qilgan chaqda Sham qo'shinlari bostirib kelgan chaqda ikkilanib qolgan. Urushaymi, urushmaymi? Urushsamchi qon to'kilib ketgan. Musulmonning o'qmaydi deb ikkilanib qolgan chaqda anasi Asmani qashigan chaqda jangga chiq deb buyurgan. Undan jangga chiqib bir tuqqanim Mus'ab bo'lgan bo'lsa bugungi kunda jangda rasa qiz deganmi, tazsirish deganmiz. Chunki ikkisi bo'lib qolsa, u qo'shinga teng kelishi mumkin. Chunki Mus'ab va Abdullah ibn Zubayr, Zubayr ibn Awwamninki o'g'illari. Zubayr ibn Awwam shu Xandaq kunida dushmanning o'lmasini ishqatim charlab, hech kim jur'at qilmagan charlagan, Yarmuk g'azotida necha ming dushmanning orasida chirib, bu tarafdan chirib, tarafga chiqib, yana ma tarafga qaytib kelgan, shu necha ming jangchiga tenkildigan bahodir palvonning birisi. Bularning shunda har biri ming jangchiga barobar deb qaralgan. Bu debto at-tavadu'u min masayidish sharaf. Kamtarlik, tavazu, kichiklik, sharafni o'ylaydigan narsalardir. Nega? Sharaf keltiradi. Yo'q. Bekkamtar bo'lib ketsan, sen sharafingni yo'q qo'yishing mumkin. Chunki endi o sharaf tavaduni u to'g'ri tushunib boshqalar kichiklik qildi deb tushunsa, balki joyida bo'lar. Unda tushunmasa, sening ashunda izzatli, sharafli, ashunda isl odam ekanligingni boshqa bilmay, bunda bir yavaş oddiy odam o'xshaydi deb qoladi. Boshqalar yana debken ve kullu nimetin mahsudun aleyha sahiba illa tavadu. Her qanda bir nimet olup qalsa, fazilet olup qalsa, başqalar hasad qilgan. Mendim bo'lsa ekan, majab menda faziletlikina deb hasad qilib qalsa qoladi. Faqat kamtarlik bilan bir kim hasad qilmaydi. Majab kamtarkan, men shunda bo'lsam-kan yoki bu mush kamtarlikdan yo'qib ketgan bo'lsa ekan, mush kamtarlik fazilati bilan yo'qib ketgan bo'lsa ekan deb hasad qilib qoldigan ish yo'q dedi. Rasimda. Al-Ahnaf ibn Qays. Al-Ahnaf ibn Qays bu Arablarning so'zmanlarining birisi. Shunami? Natiqlarning birisi. Men lam yasbir ala kalimatin sami'a kalimat. Bir so'zga chidamagan odam birning o'rniga 10 so'zni anglab qoladi. Qattiqroq bir so'zga chidamasa, 10 anglaydi uning o'rniga. Uyg'urlarda bunday gaplar bor. Vaqila lahu men sayyid. Bundan salabtu. Xo'jayin, xo'jalashga loyiq kishi kim? Qanday odam sayyidul qavm bo'ladi deb so'rasa, faqala allazi idza aqbala habuhu. Sayyid degan bir qavmning xo'jisi, xo'jayin degan u kishi shunda kelsa, shu qavm hammasi ayvitidan ayminib turadigan kishi sayyid bo'ladi. Va idza adbara abuhu. Shunda ketgandan keyin hammasi g'ajaydigan kishi sayyid bo'ladi. Nima uchun? Bu hammadan g'ajab sonati go'shin tugdamagan odam uning fazilati jiq. Hammadan g'ajig'idek biznes chiqqan odam degan uning ishlari jiq bo'ladi. Shu mashhur kishilarning, isl kishilarning ba'zi tanqidchilarmi ko'p bo'ldi. Yani shunda kelsa hammasi ayminib bilan qo'l qo'shtirib turadigan, shunda ketgandan keyin hammasi g'ajaydigan kishi sayyid bo'ldi deb. Valahu, yani shuning gap so'zlaridan ma'suzim bor. Sarraka man zammaka.
seni ayıplagan, sökkan kishi seni xushal qilgan bo'ldi. Chunki asarda bor rahimallohu imran ahda ilayya uyubi degandek. Mana o'xshab qoldi. Shunga o'xshash. Ya'ni sening xatolig'ingni tuntib sana ko'nglingni shad qiladi demoqchi. وله من تسرع إلى الناس بما يكرهون قالوا فيه ما لا يعلمون. Kimki bir kishilarga yoqtirmaydiganini oldirab qolsa, bir ishni yo bir so'zni qilib qolsa, ular o'sha kishi haqida bilmay qarasiga gapni qilib soladi. Ya'ni sen aldirasanlik qilib, kishilarni ranjitib qo'ydigan bir eg'iz xatolik qilib qolsan, ularmandan ashuribroq sen unda bo'lmasangmi, qarasiga seni tillaydigan bo'ldi demoqchi. Ular bilmaydigan narsani sening haqqingda deydi degani, amaliyotda senda unda ish yo'q. Sening o'g'irligingni bilmaydi, axloqsizlikingni bilmaydi, lekin sen aldirab onda ular yoqtirmaydigan so'zni qilgan bo'lg'achqa, uning achchiq kelib ondan o'g'ri, axloqsiz deydi demoqchi. Bu hamda bunda hikmatli so'z qilgan natiqlarning birisi. Shunda gapni debdi. Valahu al-kamilu man uddat afawatuhu. Kamil kishi degan xatoliklari barmoq bilan sanilgan, bir ishga deb saniladigan kishi kamil degan. U xatolikdan xoli inson yo'q. Lekin xatolikni az, masalan, ma deblam saniladigan kishi bu kamil inson bo'ladi demoqchi. Afawat degan xatolik. Xatolashib ketish, ezib ketish. Likulli jawadin kabwa va likulli alimin hafwa. Savallik xatolik degan. وقال يزيد بن محمد المهلبي bu şair debdi ve men zellezî turda secayahu kulluha kimken o bütün tabiiyeti ahlakı mijazi razı qilib ketadigan men zellezî degandan shunda deydi kim bu kimken bu menda olib ketadigan men zellezî yuqridulloha qardan hasanan fayudaifahu lahu adafan katira ash oyatni tarjimasi shunda Allah Teala'ya bir qazni bersa Allah Teala uningga hasilab beradigan kim bu? Men zellezî turda secayahu kulluha kafal mar'a nublan an tu'adda ma'ayibu. İnsanga isillikte yeterlik deydi. Nublan degan isillik. Nebil deymiz isillik kishi. An tu'adda ma'ayibu. Uning xatoliklari, ayıplanadigan ishlari sanıg'iladigan, ashunda az bo'lishi uning isilligi uchun kifoya. Uyg'urlarning haliqi doktorlari sanoqliqo. Uyg'urlarning doktori sanoqliq. 300 deb baqidi, 500 deb baqidi, jiq to'plasa 1000 ga chiqishi mumkin. Bu doktorlari, olimlari sanoqliq bo'lishi bir naqay xatarlik ahvol. G'o'ris sanoqliq, sampulliq deyiladi. Qo'shaqchi aytgan-ku, dangi darajlik sampulliq, bo'kemaqliq sampulliq. Ishik oldida bichbirik, g'o'ris sanoqliq sampulliq. Yani eybi sanarlık olsa çoğun san dairesindeki nersen ya 10 oludu ya 15 buludu. Mahdud. Şeklik boğanlıkken bu insan burada faziletli deyin geldi. Lakin eybin sanat tüketkili olmadan kişi olup kalsa bu islik kişi olmaydı. Dağınken maaşerine aynen yadlap kiliş tapşırıyor. Bu belki dağınlık şehrinin devamı değil. Secaya Tabiatlar, mecaz, seciye diyen tabiat mecaz. Saciye degan maktabdanki saç degandan kelgan so'z. Saç degan chechish degan gap ko'na tilda. Ilm chachidigan, ilm nuri chachidigan madrasa degan. Bu she'rning balki boshqa nolari idza kunta fi kulli al-umuri mu'atiban sadiqaka lam talqa alladhi la tu'atibu. Idza anta lam tashrab miraran 'ala al-qada dhamita wa ayyu an-nasi tasfu masharibu. Her bir işte dostunu eyiplerden tapamalamat kılıyırdan bolsan, tapamalamat kılmaydıgan dostunu tapamaysan. Bir qanç qatam başına duva mesela, 8 lay noktagan sunu, leygan sunu içmesen, ustab qalasaz. Ma'masal duken yap içmeyim. Amsal leyganken içmeyim. Ma'raqның suyunu içmeyim. Bunu içmeyim şundan ustab ketser edi. Ve eyyun nâsi tasfû meşârû. Bunu qanda kişilerinin hem işimlik ayında süp-süzük bulup gidiyor. Madem şu eriqtin işidir sonu. Ançımçı doğul. Ondan ki madamның aslında dost biraderler var. Bu dost biraderlerin ma ağinam qarasam bunun ma işi bana yakmaydı. Yani yakında bunu taşlar kilolmaydı. Yani bir eylem var. Bunun hemme tarafı yaxşı. Yani başka bir tarafı uyakmaydı. Ondan ki mani akçı, mani kökçü, mani maçatık vardı. Hemen taşlarsa ağini biradersiz yaşsız oldu. Moşu beytine yadlab kelolma.
Başı bir beytini. İkinci sana belki Allah Teala onun bir kala. Arzu kıyamdaki. El-Hasanul Basri. Hasan Basri katta tabiilardan birisi debdi. Ela testahyuna min tuli ma la testahyun. Sizlar haya qilmaydigan ishlarning, sizlar qilayotgan shunda ishlarning uzunligidan, ko'pligidan haya qilmamsizlar. İbnu Adama rahilun ilal ahireh kulle yevmin marhala. Adam balası ahiretke her günü bir marhala ötkülüdü, bir marhala basıdı demek. Marhala degan qancha kilometrda? Marhalaninki moya ölçüm var. Hozir esimda qolmabdi. Mesela mil, ha? Ondaki farsakh, barid deymiz. Farsakh degan mesela 3 mildan da 3 mil. Ondan bil barid degan 24 mil. Marhala 20-30 kilometr bir narsa bo'ladi. Keyin qarab qo'yaylik. Bu basqoch. Lekin mana orliq o'lchimiga ishlatgancha marhala degan muayyan kilometr sonini bildir. Masalan, barid desak 24 kilometr. Mil desak 1,5 kilometr. Demak, har kuni bir basalaydigan nimani marhala deb ataydi. Bir kunda masalan 30 kilometr, 40 kilometr basish mumkin. Shuni marhala demoqchi. Ma ansafaka man kallafaka ijlalahu va mana'aka malahu. Ma ansafaka degan sen insof bilan muomala qilma dedi. Sen insofsizlik qildi demoqchi. Qanday kishi man kallafaka ijlalahu. Ijla degan hurmat qilish, izzatlash. Kallafaka degan sana shuni taklif bergan yoki sen ustingga yuklab qo'ygan. Yani meni hurmatlashing kerak deb o'zi bunda xo'jayin bo'lib, meni izzat ikromimni qilisizlar, mana bosh egisizlar, hurmat bildirisizlar degan. Lekin va mana'aka malahu. Mal dunyolarni sana bermagan. Endi hurmat qilisizlar degan odam mal dunyo berish kerak. Ama atrofdagilarga, mahaldagilarga, qo'l ostidagilarga mal dunyoni toza yog'dirib bana hürmet kılınlar dese yarışıdı. Lekin hech kim bermay bana hürmet kılınlar dese insafsizlik qilgan bo'ldi. Badanun la yashtaki misla malin la yuzakka. Ağrıp qolmaydigan jism zakati berilmaydigan mal dunyoga o'xshash. Chunki o'sha og'riq bilan Alloh taolo nurg'un gunohni kechiradi. Hadisda bor-ku, hatta shawka yushakuha. Kullu amrul muslimina khayrun degan. Shunday bir hadis. Müslümanın her kanda ahvali yaxshi. In asabatu sarra'un shakar fakana hayrallah ve in asabatu darra sabr fakana hayrallah. Anda her bir musibatta ecr var. Hatta şevke şey tutuşup ketken tikendimi ecr var. Anda mağfiret kılıyordu. Yani ki bir qatim ağırıp kalıp vajan deb yazsak, inciqlisak. Bir qatim okulsasa, chimmada ağrısa. Uningdan boshqa ashunda çizinilişlerin hemmesiga Allah Teala günahını mağfiret kıldı. Şuna yaşanıp kalan çağda vafat bulaştan ilgiri köpünçe adamlar ağırıp kaldı o. Ağırıp kalıştı mı bir tarafta adamlar belki yaxşı işlep paraydı. Bu ne de ibaret dese bu bendinin kıygan günahları var. Allah Teala bu bendige rahmet kıysa, iltifat kıysa bu bendinin cennet ilişki ilgiri ağırıpka mutlular. Keserullah, ağırıp, baycanda, okul silip, operasya kılıp, aşında işli bolsa, her bir ağırık, her bir inciklaş, her bir okul silip, aş işlağa, karta günahlar jül tazlanıp, en ahırda günah pakiz tazlangan çağda, andın ölüp ketdi, Allah Teala'nın huzuru, pakiz bardı deyin. Tuyuqsu ölen xatarlik şuna. Demek, aş nurgun günahlar, aşu kesellik ağırlık sebebinden jülüp ketidi. Jülüp ketkendan keyin sabr qilsin, qilmasin, esa ash günahni jülüp ketidi. Bu mecbur sabr qiladi buni. Tamam? Ağırlık bo'ldi, ba'zi shiraydi bizda jon deydi. Bunda davolandan. Mana bu ya davolanmay qilib bir muddat ashunda yotadi. Yetib, oxir o'lib ketsa, Alloh taoloning huzuriga pokizlangan. Yoki ashunda nurg'un gunohlar yengilab, az bir narsa bilan, yoki pakiz tozlanib, oppoq holatda bordan. Bağlan diken ha, mama günahlar jülük küçükken, tamam boldu. Bayanlar, etmanlar deyişim mümkün. Lekin aşında ağırıp kalmay kitip kalsın, ağırıp bilen jülüp kitidiğen günahlı jülmay kılıp, onun akıbeti xatarlik oluşu mümkün. Yani bazı deyişim mümkün, ağırıp bilen jüldüğen günahlı var. Yani başka bir iş bilen jüldüğen günah var deyişim mümkün. Onun tefsilatı canım. Şu an ağırıp günahsının biz batinuhur rahme, zahiruhul azab olan bilen, sırtqi görünüşüden bir azap, lekin tigide rahmetin.
innamra'an laysa baynahu va bayna adama abun hayyun la mu'raqun fil mauta. Mu'raq degan noit peshqadam, ko'na, yiltiz tatgan degan gap. Ariq degan ma'no. Masalan, Jamiatul Azhar Jamia Ariqa deymiz-ku. Yani tarixi va qadimiy universitet deganda. Atiq mı deb qo'ydim masalan. Baytul Atiq deymiz-ku. Ko'na. Mavanda la mu'raqun fil mauta degan ashunning geni o'limga aralashib ketgan. O'lim bilan sinib ketgan. Ay geni shundoq deydi. Irq. Nazata irq deganmi geni tatib ketgan degan. Hadis bor-ku. Mening bolam sal qarvayroq tug'ilib qoldi. Men sen gumon qilib qoldim desa, Rasululloh degan. Sen tuganning ichida bunda seriqqa, sal olisi, iqshroqi, arxlarangda kisbamos bas. Shulardan bunda boshqarangda tugi tug'ilamdi, tug'ildi. Unda suv nima degan desa, bu balki gen tatqin bo'lishi mumkin, irsiyat bo'lishi mumkin desa, bu shu irsiyat bo'lishi mumkin. Irsiyat emas, dadistildan tatmaydi, cho'ng 5-chi, 10-chi bo'lisini tatbiga ahvolim bor. Uni qiymetiruchi bir bo'lgan ekan, shunda tatgan. Demak, bu odamda mu'arraq degani qadimdan tatib bor degandek. Ya'ni demak yo'g'ini bir odamning oti bo'lardan ta Adam alayhisalom qadar bo'lgan oti bo'larning ichida birsimi hayot qolmaydi-ku, nechta so'lab bo'lgan, balki hamma so'lab bo'lgan bo'lishi mumkin. Ba'zisi shu dadasi ya cho'ng dadasi bor. Qolgan oti bo'larning hamma so'lab bo'ldi. Shunami? Mujinda bo'lsa, Adam alayhisalom qadar bo'lgan oti bo'lardan hayot adam qolmagan kishi, hammalar shunday bo'lgan, inson bolasini demoqchim. U haqiqatan genida, tigi qiymetiruchida bu o'lim bilan shunda sinib ketgan. O'lim buning sinib ketgan odam bo'ladi. Ya'ni bu hamma o'ladi demoqchi. Sen oti bo'larning qarab Adam alayhisalom qadar shu nasibini qarasang, ya dadang bor ya cho'ng dadang ya ishkilisi yo'q, boshqa oti bo'larning hammasi Adam bo'lgan qadar hamma so'lab bo'lgan. Davonkin senmi shu hamon o'ladigan odam ekansa, sening tigingda, leyingda o'lim bunda yug'urilgan odam ekansa demoqchi. Kul inson zayiqatul maut. Yani demakki u o'lmay qolmaydi demoqchi ma'sunamas. Kullu mar'in wa in talat maniyatuhu yawman ala alatin hadba'a mahmulu degandir. Yani qancha umri uzrab ketsa-mu, odam bolasi cho'qim shu mudiga chiqib ko'tarilgan gap ekan. Demak bu o'lim ishida bu nayti tigiva odam demoqchi. Inson bolasi o'lim ishida taglik demoqchi. Yani qadimdan tatib o'lim aralashgan buning layga demoqchi. Qalat ta'i ta'ammal ruwaydan. Ruwaydan degan salmoqli asta, aldirmay. Astag'ina bunda ta'ammul qilib o'ylanib baqqan. Hal tu'addanna. Ma yuzg'lata tu'adanna. Ya dalning ustida tu'adanna bo'lmaydi. Asli tu'addu. Anta tu'addu. Adda ya'uddan majhul ala tu'addu. Hal tu'addanna saliman. Sen aldirmay o'ylanib baqqan. Sen saq. Bunda hayat bir inson hisoblanamsa, sanalamsa, saliman ila adama aw hal tu'addu ibnu salimin. Salimi deymiz. Aw hal tu'addu ibnu salimi. Sen aldirmay o'ylanib baq. Adam bo'lganga qadar sen saq salomat sanalamsa, yani atbo'llaring adam alayhisalomni so'rab bo'ldi shunami? Aw hal tu'addu ibnu salimin. Yoki sen saqqalgan birisining bolasi sanalamsa, saqqaldigan birisi yo'qsan, dadangning ichida hech birisi salim emas. Yani bu shu mazmunni. Kullu nafsin da'iqatul maut. Wa qala Abu Nawas: "Wa man nasu illa halikun wa ibnu halikin." Kishilar ikkining biridan boshqa narsa emas. Ya halik ya ibnu halik. Yani kishilar mushundan iborat. Halak bo'g'ichi va halak bo'g'ichining bolasi. Wa du nasabin fil halikina ariqi. Ariqun maslinkida. Ariqi bo'ldimiş. Asli ariqun deyish kerak. Qafiya nusdan durura jattin. Halak bo'g'ichilarda nasablik bo'lganlar. Yani bunun dadisi qarshi halak bo'lgan. Bo'g'iz qarshi bu. Bo'g'izning bo'g'izi halak bo'lgan. Adam alayhisalom qadar bo'g'izlar hammasi halak bo'lgan ekan, nasibi hammasi halak bo'g'izlar bilan to'shab ketgan. Shunda bir kishi ariq deydi. Yani qadimdan tatib bay ko'na degan bo'ldi. Idam tahana dunya labibun. Labib degan aql. Dunyoni
aqil kishi sinab baqadigan bo'lsa, takashshafat lahu, uningga ayon bo'ladi dedi. An aduwin fi thiyabi sadiqi, do'stning kiyimiga purkinib olgan bir dushmandan iborat ekanligi ayon bo'ladi. Yani dunyoga berilmaydi. O'limni aslab turgan deyman. Men labibun mu? Labib tuni. Labib. Sen qilganda? Labibun. Ya xata. Labibun. Aqil, dana bir kishi dunyo shunda sinab ko'rib baqadigan bo'lsa, sinab natijasi nimadan iborat bo'ldi? Natija bu dunyo do'stning kiyimini kiyib olgan bir dushmandan, do'stdek yasanib olgan bir dushman ekanligi ayon bo'ldi dedi. Yani dunyoga berilmaydi hiç. Ve kana al-ma'mun yaqul, Xalifa Ma'mun shunda deydi ekan. Law qila lid-dunya, dunyoga menda deyilib qolsa navada, sifi nafsaki ma adat hadha al-bayt. Vasafadan fi'l amr chiqarsak nima bo'ldi? Sif bo'ldi. Endi muannas kitob desak, sifi bo'ldi. Dunyoga navada shunda deyilib qolsa, o'zingizni bir sifatlab qo'ygan dunyo deyilib qolsa, uning sifatlagan tasvirlashi mushu baytdan xalqib ketmaydi. Ma'adat degan mushundan xalqib ketmaydi. Mushu baytning o'ziga ketmaydi. Va huwa ma'khudun min qawli Muzahim min al-Uqayli al-Aqili. Bu mushairning so'zidan ilingan doğru dedi. Yoki ma'adat hadal bayt degani balki shu Ma'munning o'tlagan uyini deyish mumkin. Çünkü şu o'ldan da nasib bo'lgan ekan dunyoda bor narsa. Mush qasrdan boshqa narsa emas degan bo'lishi mumkin. Yoki mush she'r, lekin bu she'r unda nima yo'qmi? She'rga misollamabdi. Undan keyin ma'adat hadal bayt degani mush uydan boshqa narsa emas, alqib ketmaydi degan bo'lishi mumkin. Bayt degan mush turdigan uyni maqsad qilgan bo'lishi. Ha? Ya she'rning bayti. Belki. Yani mush gap musharning so'zidan ilingan mazmun demakchi. Qadaynal hawa thumma irtamayna qulubana. Qadaynal hawa degan shu ayollar muhabbat bilan hukm qilyapti degandek. Bu asli g'azal. Bu Jarirning she'ri u deyman. Ya da Muzahimning so'zi debdi. Qadaynal hawa, ba'zida da'awnal hawa degan. Yani qadaynal hawa yoki da'awnal hawa desa, bu mesela yaxshi ko'rma, so'ygu muhabbatning davosini qilib, shuning gapini qilib, bu ayollar qanday qildi? Summartamayna qulubana. Irtama degan tashlandi, o'zini otdi degan. Bizning qalblarimizga o'zini otdi. Voy, seni yaxshi ko'rman deb o'zini otdi-ku. Ha, shuni demoqchi. Bi ashumi a'da'a wa hunna sadiqu. Yani yaxshi ko'rman deb so'ygini da'vo qilib, bizning bag'irlarimizga o'zini tashladi dedi. O'zini otdi. Nim bilansa bi ashumi a'da, dushmanning o'qlari bilan. Yani bu hozir nimadan iborat? Bu odamni o'ttiradigan ish ma'no demakchi. Yani bular hozir otgan o'q bizning yurkimizga tegdi demakchi. Yani bizga ta'sir qildi. Va hunna sadiqu. Bular otgan o'qlari dushmanning o'qlari. Lekin bular bu xonimlar amaliyotda bizning do'stlarimiz dedi. Yani biz yaxshi ko'radigan kishilar. Voy, seni yaxshi ko'raman deblam o'zini otsa bizga, bu xuddan yurkimizni o'qatgan dushman otgan o'qdek tegdi. Bizga shunda ta'sir qiladi. Lekin amaliyotda bular bizning do'stlarimiz emas. Va hunna sadiqu. Yani sadiqu degan asdiqa demak. Yani sadiq degan ko'plikka keladi. Mesela rafiq, sadiq degan musig'la mufrad val jam' sawa degan sifa. Sadiq. Mush fa'il, mush vazna mufrad bilan ko'plik o'xshash keldi. Bir şeyki ondan mesela dünyada tutmasın mı? Yo'q, ma'o she'rda, asli ma'o she'rni o'qigan shoir shu g'azal qilib o'qigan. Lekin bunamda bu damirni dunyo qarasin bo'ladi. Hozir dunyo qaratgandek o'sha o'xshab ketadi demakchi ekan. Va hunna sadiqu, ya'ni va hunna sadiqat demakchi. Qur'oni Karimda suratul Nurda aw ma malaktum mafatihahu aw sadiqikum dedi. Sadiqikum degan bir do'sting, asdiqaikum degan ma'noda. Yani mufrad bilan jam'a holatda o'xshash kelib qolgan ahvol bor. Yani bi ashum deganni bi uyun desang bo'ldi.
düşmanning ko'zlariga yomon ko'z bilan, ya'ni bizni shunda maftun qilgan yoki bizni o'ttirib o'tgandek ko'zlar bilan yomon. Lappida biz qarasa bir o'qatgandek bo'ldi-ku. Ya'ni bu ayolning qarashini o'qishtirgan. An-nadra sahmun min sihami iblis. Hadisi bor, qarash shaytonning o'qlaridan bir o'q dedi. Nurg'un chataqlar bu qarashdan keldi. Shuni shoirim deydi, nadratun fabtisamatun famaw'idun faliqa. Baştan bir qarash bo'ldi. Qarash bo'lgandan keyin uni tabassum qilish bo'ldi. Ondan keyin yo'q yo'ldan gap, uchrashish. Siz tek mabal tutmaydan. Yo'q edi. Shu mabalning chansida deb turadim. Ondan keyin uchrashgan gap ondan sadaq chiqdi. Yani günah işli olup qilgan gap. Şu nadra, şu la tutbiyan nadratan nadra. Shunda bir qarab qoldim, uningki yana aqaqdan yani qaravama. Al-ula laka va tani alayka. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Şu nadrama sahmun min sihami iblis. Düşmanning atqa o'qishi. Demak, shu ayollar yaxshi ko'raman deb boshida qaradi demakchi. Yoki dunyo shunda men san amroq deb ashni yomon ko'z bilan qaradi. Umar ibn Abdulaziz rahimahulloh xalifa mal jaza'u mimma la budda minhu. Jaza'u mal jaza'u mimma la budda minhu. Muqarrar nasidan ensirab chidamsizlik qilish nima gapkan bu? Al jaza degan sabrsizlik, chidamsizlik. Kichikimiz o'g'illik Alloh'aydi. Chidamaslik degan. Va mattam'u fima la yurja. Arzu qilinmaydigan bir narsada tama qilishning ma'nosi. Yani tama deganda arzu qiladigan bir narsa bo'lish kerak. Faqat mumkin emas bo'lgan narsani tama qilishmi o'rinsizmi? La takun mimman yal'anu iblisa fil alaniyati va yuwalihi fis sir. Sen tashqi ko'rinishingda iblisga la'nat o'qiydigan, lekin ichki ishlarda amaliyotda uni do'st tutganlardan bo'lib qolmagan. Amaliyotda do'st tutgan degan amaliyotda shu gunohni qilaverdi bu. Qilaverib shayton o'ldirib chiqqan meni. Alloh la'nat qilsin, qo'llandi shaytonga. Deb u shayton bilan tillaydigan. Amaliyotda u shaytonning davomini uchib ishni qilaverdi. Keyin uning mas'uliyatini shaytonga atib qo'ydi. U shayton bu tarafdan hamda bak mazlum. Yani inson qiyg'ashning hammani shaytonga atib qo'ydi-ku. Shayton buni o'ldirib chiqqandi. Demak, tashqi ko'rinishingda shaytonga la'nat o'qib tillab, lekin amaliyotda shaytonga havu deyishib, uni do'st bo'lib qolmagan. Ash-Sha'bi, bu Imom Sha'bi bu mutabi'illardan Amir ash-Sha'bi debto inni la astahyi min al-haqqi idza araftuhu alla arja ilayhi. Men bir haqni tunugandan keyin uningga qaytib kelmasligimdan numus qilaman. Bir ishni boshqasini qilgan bo'lsa, keyin o'zining xatoligini tunib, haqni tunugandan keyin uningga qaytma demoqchi. Qaytmay turilishdan numus qilaman demoqchi. Aya qilaman. Vallahu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.